O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi Kinematografiya agentligi, Milliy kinematografiyani rivojlantirish markazi hamda Ichki ishlar vazirligi akademiyasi hamkorligida suratga olingan. Seni kim bo'lishing o'z qo'lingda degan gaplarni ko'p eshitdim. Lekin o'sha kimdirga aylanish qanday bo'lishini bilmasdim. Hurmatli boshliq, siz so'ragan ma'lumotlar ana shu. Hammasini tayyorlab qo'ydim. Meni kechagi hayotim bugun kimga aylanganimni aks ettirgan ko'zguday go'yo. Bir kun kelib, kechagi do'stlarim bilan yo'llarimiz bu qadar ayro tushishini o'ylamagandim ham. Axir men ular bilan qanchalik qadrdon edim. Vaqtimizni doimo birga, xursandchilikda o'tkazardik. Yaxshi. Chetga chiqqanlarni ro'yxatini tayyorlab ber. Xo'p bo'ladi. Tashvishlarsiz, umrning har lahzasidan lazzatlanish ishtiyoqi bilan yashardik. Atrofimda ham ana shunday og'aynilarim yig'ilgan edi. Hayotsevar, ortiqcha mas'uliyatdan xoli, beg'am va betashvish. Ammo hayot seni qanday o'zanlarga solishini oldindan bilmas ekansan. Ertangi kunim, bugun chiqarilgan qarorim mahsuli bo'lishini o'shanda qayerdan ham bilardim? Qaysi nuqtada meni hayotimda bunday kutilmagan burilish bo'ldi? Meni o'zgarishimga sabab nima edi? Ko'zlarim ochilishiga vaqt ketganiday, yangi hayot tarziga moslashishim ham oson kechmadi. Erkin hayot tarziga o'rgangan mendek bir yigit uchun tartib intizomga ko'nikish, aniqrog'i bo'yin egish juda mushkul edi. Bu yo'lni tanlab adashmadimmikan deb ham o'ylagan paytlarim ko'p bo'ldi. Yumshoqqina o'rinlarga ko'nikkan tanam ertalabdan boshlanadigan jismoniy mashqlar orqali qayta chiniqishga majbur edi. Lekin hammasi endi boshlanadi. Ortga qaytish yo'q. Bu seni qo'lingdan keladi. Oxirigacha borishing shart. Qiyinchiliklar seni sindira olmaydi. Milliy va xorijiy tajribaning ilg'or yondashuvlarini keng tatbiq qilish, tinglovchi kursantlar uchun zamonaviy shart-sharoit. Mudroq bosgan hayotimdan uyg'onishim oson bo'lgani yo'q ochig'i. Har kungi ko'ngilochar do'stlar davrasi hayotim mazmuniga aylanib ulgurgandi men uchun. O'sha paytlar bunday behuda yurishlarim ota-onamni qanchalik tashvishga qo'ygani xayolimni bir chetiga ham kelmasdi. Men o'z bilganimcha yashardim. O'z bilganicha yashayotgan do'stlarim bilan. Sen meni bitta yolg'izimsan-a? Orzu umidlarimni senga bog'laganman. Seni esa ahvoling bu. Shumi yo'ling? Shumi do'stlaring? Qara. Seni borligingni esdan chiqarib bo'ldi ular. Hozir Uxlab yotibdi. Malakali professional Qachon gaplashasiz o'zi? tayyorlashga alohida e'tibor Xavotir olma, qaratilmoqda. onasi. Bugungi kunda Ichki ishlar Kecha vazirligi jiddiy gaplashmoq. akademiyasi huquqni muhofaza qiluvchi Men organlar o'g'lingga uchun ishonaman. malakali Xudo xohlasa kadrlar bizni uylantirib tayyorlash Men kimman o'zi? yetakchi oliy Qanaqa odamman? tadqiqot muassasasiga aylandi. 5 yildan keyin kim bo'laman? Laureatida 8 ta yo'nalish. 10 yildan keyinchi? qidiruv faoliyati, huquqbuzarliklar profilaktikasi, Kimligingni anglaganingda kim sen uchun qayg'uradi-yu, kim shunchaki vaqtingni o'g'irlayapti ayon bo'ladi. Hayot o'yin kulgudan iborat emas, o'g'lim. Fikr qil. Mutaxassisliklari bo'yicha malakali kadrlar tayyorlanmoqda. Ta'lim jarayoni kadrlarni maqsadli kasbiy tayyorlashga qaratilib, birinchi kursdan boshlab mutaxassislik va yuridik fanlarni o'qitish, jangovar va jismoniy jihatdan tayyorlash chuqurlashtirilgan holda amalga oshirilmoqda. bunday davom etishi mumkin emasligini tushungan kunim hayotimdagi eng to'g'ri tanlov bo'lgan ekan. Men o'zgarishga ahd qildim. Bu mening qat'iy qarorim edi. Akademiya deysanmi? Esing joydami, o'rtoq? Rejalar boshqacha edi-ku. Kulgindi hislatmagin. Bugun o'yinga borasanmi? Men jiddiy aytyapman, o'rtoq.
Endi yosh bola emasmiz. O'zing o'ylab ko'r. Bo'ldi, tushundim men seni. O'zi boru hech kimga daveriya qolmadi. Qanaqa daveriya? Nima deyishim kerak? Nima deyishim kerak? Senga ishongan harom bo'ladimi shunda? Bunaqa nimjonlarni yerga olishmaydi. Kirsendan bir oyda qochib ketasan. Shundaymi? Ayolingdan chiqar buni. Buni gapini qarang, akademiyaga boraman, bunday qilaman, bunday qilaman. Do'stim maqsadini jiddiy qabul qilmadi. O'ylab gapirgin. Lekin men hayotimni yangi sahifasini ochishga, xom xayollar dunyosidan real hayotga qadam qo'yishga bel bog'lagandim. Menda qat'iy maqsad paydo bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga o'qishga kirish. Oson bo'lmasligi aniq. Buni bilardim. Lekin men behuda o'tkazgan soatlarim o'rnini to'ldirishga, erinchoqlik botqog'iga cho'kib borayotgan jismimni mehnat qilishga, miyamda qariyb uxlashga sho'ng'igan hujayralarni uyg'otishga har soniya, har lahza o'zimning bor imkoniyatlarimni yuzaga chiqarishga tish tirnog'im bilan harakat qila boshladim. Men albatta o'qishga kirishim kerak. Ichki ishlar akademiyasi. Bu mening tanlovim. To'g'ri, boshqa sohalarda ham o'zimni sinab ko'rishim mumkin edi. Ammo men uchun o'zimni qo'lga olishga yordam beradigan, hayotimni tartibli qurishga ko'maklashadigan, ham ruhan, ham jismonan kuchli qilib tarbiyalaydigan, ota-onam yuzini yorug' qilishimga zamin yaratadigan joy zarur edi. O'sha joy aynan akademiya bo'ldi. Hujjatlarni topshirgach, o'qishga kirish imtihonlari boshlandi. Bular shunchaki imtihon emasdi. Bular nimalarga qodirligimni o'zimga isbotlash uchun chinakam sinov edi. Akademiya menga ilk odimlardan aynan shunday sinovlardan o'tish imkoniyatini taqdim etdi va men bu sinovlardan o'tish uchun o'zimda kuch topa oldim. Diqqatimni, o'y-fikrlarimni bitta nuqtada jamlash va ko'zlangan maqsad sari g'ayrat va shijoat bilan intilishga o'rgana boshladim. Xayolimda faqat va faqat bitta fikr aylanardi. Men o'qishga kirishim kerak. O'qishga kirishim shart. Men buni uddalashimni bilardim. Ha. Ko'chadan beri kelmaydigan erkin buni uddaladi. Bu mening hayotimda erishgan birinchi katta muvaffaqiyatim edi. Hayotimda yangi sahifa boshlandi. O'quv dala markazida, olis poligon sharoitida shug'ullanar ekanman. Vatanim menga ulkan ishonch bildirganini his qildim. Aslida bu mardlik, matonat, vatanparvarlik maktabining ilk saboqlari edi. Vaqtini behuda ishlarga sarflab yurgan erkin o'rniga o'ziga ishonchi ortgan, qat'iyatli, har qanday to'siqlarni yengib o'tishga tayyor, g'aflat uyqusini badan tarbiya mashqlariga o'zgartirgan, ma'nisiz ko'cha kezishlarni shahdam qadam bosishlarga almashtirgan, palapartish turmushdan voz kechib, tartib va intizomli hayot tarzini tanlagan erkin keldi. Atrofimni esa shijoatli, dovyurak, hech bir mushkulotda tashlab qochmaydigan, o'z og'a-inimdek qadrdonga aylangan safdoshlarim qurshadi. Uyining erkatoyi bo'lgan erkin endi o'sha uyining tinchligi va osoyishtaligi uchun qasamyod qabul qilishga tayyorlana boshladi. Eski og'aynilarim davrasida ichilgan qasamlar bilan o'sha kuni harbiy kiyimda turib qabul qilingan qasamyod o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor edi. Bu ona vatanimga, xalqimga, prezidentimga berilgan qasam, qolaversa, so'nggi nafasgacha yurakda saqlanadigan muqaddas ont edi. Qasamyod qilaman. Agar hayotni kinoga o'xshatish mumkin bo'lsa, o'sha kuni men uchun umrim tasmalariga muhrlangan eng baxtli va unutilmas lahzalar bo'ldi. Bu tuyg'ularni so'z bilan ifodalashim qiyin. Dadamning faxr va g'ururga to'lgan quchog'i hamda onamning so'zsiz tabassumi o'sha paytdagi hislarimning eng yaxshi tarjimoni bo'ldi. Ehtimol ichki ishlar akademiyasiga o'qishga kirmaganimda men hali ham ulg'aymagan, bekorchi gap so'zlarni gapga ustalik deb bilgan, vaqt o'tkazish uchungina do'stlar bilan ko'rishishni hayotning gashti deb yurgan bo'larmidim. Buni o'sha kuni eski og'aynim bilan tasodifan ko'rishib qolgandagina tushunib yetdim. Roslan, Erkin. Hurmatli kursantlar, mana jamoat tartibini saqlash uchun jalb qilindingiz.
Bugun istirohat bog'ida bo'lib o'tadigan tadbir tinch va osoyishta o'tishi kerak. Fuqarolarning tinchligi va osoyishtaligiga javobgarmiz. Shuning uchun har bir kursant o'ziga biriktirilgan hududda hushyorlik bilan xizmat olib borishlari kerak. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Kechib qo'ygan. Hozir. Bu bormaydi, baribir kechib qo'ygan. Kesyapsanmi? Hozir kelaman. Aytdim bormaydi bu. Ey, sen ham yeysan bugun, tushundingmi? Ikkalang yeysan, tushundingmi? Hey. Shu bo'lsa kerak. Hey! Ergash, esingni yedingmi? Tinchlikmi erkin? Diyo. Hey, Ergash, jinni-pinnimisan, ha? Bu hazillashdimi? Shunaqa qilish mumkin emas, tentak. Buni nima qilganing? Hazillashdim deyapman senga. Ergash. O nima bu forma kiyib olib, tug'im olmoqchimisan? Ololmaysan-ku. Nima deganing bu? O'rtog'ingni hazillashib olmasan bilan. G'alatiroqmisan-ku. Ko'cha-kuyda hamon oldin o'zingni ko'rsatma. Vayyo, sandiq o'rtoqlarga boru. Ha, tushundingmi? Kim bu? Taniysanmi? Taniy olmadim. Bir paytlar ajralmas do'st edik. Xotiralar doim yodimda. Men o'z yo'limni tanlab bo'lgan edim. Avvaliga akademiyadagi o'qish odatdagi oliygohlardan farq qilmasa kerak deb o'ylardim. Keyinchalik bildimki, bu yerda o'quv mashg'ulotlari faqat darsxona devorlari bilan cheklanib qolmay, balki haqiqiy amaliyot bilan bog'lab o'tilar ekan. O'z kasbining haqiqiy jonkuyarlari, yetuk salohiyatli ustozlarimdan ta'lim olar ekanman. Meni o'z farzandidek bag'riga olgan, zamonaviy imkoniyat va sharoitlarda bilim olib, chinakam, mard va jasur bo'lib voyaga yetishimda mustahkam zamin yaratayotgan maskanning zamonaviy qiyofasi qat'iyatimni tobora oshirib borardi. Biz nazariy bilimlarni puxta o'zlashtirgan holda tergov tezkor guruhi bilan birga jinoyat sodir etilgan joylarga chiqib, u yerdagi jarayonlarda zarur ko'nikmalarni egallay boshladik. Bu yerda bekorchi vaqtning o'zi yo'q edi. Har lahzamiz rejali, har daqiqa unumli bir ishga yo'naltirilgan. Ayniqsa, sport mashg'ulotlari tanamga kuch bag'ishlash bilan birga ruhiy quvvat olishimga ham yordam berardi. Bu mashqlar kompyuter qarshisidagi o'yinlardan mutlaqo farq qilardi. Bu yer haqiqiy mardlar maydoni. O'z qo'rquvingni yengish uchun zo'r imkoniyat edi. Biz kundan kunga o'z sohamizning nozik jihatlarini chuqurroq o'rganib borardik. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanishdan tortib, eng mayda detallargacha o'rgatishardi. Tan olish kerak, akademiya hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurgan edi. Dastlab qiyinchilikdek ko'ringan vazifalar meni chinakam mutaxassis qilib yetishtirayotgan omillar ekanini vaqt o'tgani sari yaxshiroq anglay boshladim. O'qishdagi yutuqlarim ham asta-sekin ko'payib bordi. Har kuni takrorlanadigan nazorat mashqlari va saf tortib yurishlarni kun kelib qumsashim aniq. Chunki aynan shu muntazamlik va temir intizom katta marralarni egallash yo'lidagi tayanch ustunlar edi. Gaplarimga biroz ramziy tus beradigan bo'lsam, eng gullagan yoshlik chog'larim, yana ham aniqrog'i, umrimning bahori akademiyada o'tkazgan onlarimga to'g'ri keldi. Bizni odatdagidek yana bir sud jarayonini kuzatishga olib kelishdi. Shu kuni sud zalida yuz bergan hodisa insonning birgina qarori, birgina tanlovi u uchun hayot-mamot masalasi bo'lishi mumkinligini isbotladi. Sudlanuvchi o'rnida do'stim Ergash turardi. U men tanigan Ergashga o'xshamasdi. Qilmishlarining oqibati uni qayergacha yetaklab kelganini endi anglayotgandek edi. Afsuski bu Ergash tanlagan yo'l edi. O'shanda Ergashni o'qishga kirishga ko'ndirganimda ehtimol bugun u sudlanuvchi sifatida emas, balki men kabi harbiy libosda kuzatuvchi bo'lib o'tirgan bo'larmidi? Diqqat, turilsin. Sud kelyapti. O'tiringlar. Lekin
Ergash mashaqqat chekishni, orzular sari intilib, qiyinchiliklarni yengib o'tishni o'ziga ep ko'rmadi. U o'zi bilgan yengil hayotni, ertasi yo'q manzillarga olib boradigan yo'lni tanladi. Bu tanlovi birgina o'zini emas, atrofidagi yaqinlarni ham adoy tamom qildi. O'qib eshittirilgan sud hukmi xuddi o'tmish hayotim ustidan chiqarilgan hukmdek yangradi go'yo. Axir biz Ergash bilan bitta qayiqda yo'lga chiqqandik. Bir tan u bir jon bo'lib. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Sudlanuvchi Haydarov Ergash Jumaboyevich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 2-qismining A bandida nazarda tutilgan jinoyat sodir etishda aybdor deb topilsin. Haydarov Ergash Jumaboyevichga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 2-qismining A bandi bilan 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilinsin. Yo'q, bittagina o'qib qo'ydik. Nima deyapsiz bu? Va'da bergan O'g'lim. Nega? Nima uchun? Baqsangchi. Yo'q, bolam. Oyi! Chiqaringlar. Taqdirning yo'llari turlicha ekan, lekin eng to'g'ri yo'lni tanlash, o'zingni o'zgartirish, kelajagingga mustahkam poydevor qo'yish o'z qo'lingda. Men Abdiyev Erkin, Ichki ishlar akademiyasining bitiruvchisi. Hayot akademiyasida toblanib, katta yutuq va maqsadlar sari intilayotgan har bir tanlov ortida o'zim va yaqinlarim taqdiri yashiringanini anglab yetgan